Xitoy virusi va uning manbasi to'g'risida. Xitoyning Wuhan shahridan tarqagan vabo 2021 yil 8 oygacha bo'lgan qisqagina 1,5 yildan ortiq vaqt ichida butun dunyoga tarqab 200 milliondan ortiq odamga yuqib, 4 milliondan ortiq odamning jiniga zomin bo'lgan bo'lib, hali ham kuniga 300 mingdan 700 minggacha ko'paymoqda. Hozirga qadar Xitoy virusining manbasi to'g'risida virusshunos olimlar orasida har xil o'xshamagan qarashlar mavjud bo'lib, u qarashlar ichida tövendagi 3 xil qarash eng ko'p munozara qo'zg'amoqda. Ularning biri virus shaparangdan bevosita insonlarga yuqqan degan qarash. Yana biri u virus avval shaparangdan ma'lum hayvonga, ondan u hayvondan odamga yuqqan degan qarash. Üçüncüsü bolsa, o virus Wuhandagi P4 tajribaxonasida o'zgartirilgan virus bo'lib, tajribaxona bexatarligidagi yo'chiq sababidan tasodifiy tarqab ketgan degan qarash. 2015-yili Amerikadagi Harvard universiteti, Shimoliy Karolina universiteti, Amerikaning davlatlik dora va yemaklik boshqarish idorasi, Shveysariya biomeditsina tadqiqot markazi va Wuhan P4 tajribaxonasidagi olimlar birlikda shaparangdan ilingan koronavirusi orqali aralashma virus yetildirib chiqqan bo'lib, u virusning aslidagi ikki xil virusning kasal tarqitish kuchidan texmi kuchlik ekanligini bayqagan. Amerikaning dangliq universitetlaridan biri bo'lgan MIT mutaxassislari yaqinda maqola e'lon qilib, Amerikaning o texnikasining Amerikadan Wuhanga yetib berib, bu qitimqi vaboning kelib chiqishiga sabab bo'lganlik ehtimolining yuqori ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Norvegiyalik olimlarmo hozirgi vaboni keltirib chiqargan koronavirusining Wuhandagi P4 tajribaxonasida biriktirilgan virus ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Undaqda Xitoy haqiqatan Amerikaning puli va texnikasiga tayanib, Amerikaga, jumladan butun dunyoga baloyi ofat keltirdimi? Amerikaning bu ishda savalligi bormi, yo'q? Uzun yillardan buyon Xitoyning Amerika va G'arbning ilg'or texniklarini ochiq va yoshirin holda o'g'irlab kelayotganligi va uningga tayanib o'zini kuchlantirib kelganligi alohida bir sir emas. Amerikadagi ba'zi virusshunos olimlarning Xitoydagi, bo'libmi Wuhandagi P4 tajribaxonasining qo'lliq tadqiqotchisi va mas'uli bo'lgan Shu Jingli bilan hamkorlashgani mo'ras. Amerikaning Xitoydagi o P4 tajribaxonasini texnika va iqtisod bilan ta'minlaganligimi bir haqiqat. Bu jihatda Amerikada nurg'unlagan munozaralar bo'lgan va Amerika parlamentidami guvohlik berish yig'ini o'tkazilgan. Undaqda Wuhandagi o P4 tajribaxona qandaq bir tajribaxona? O tajribaxonadagi shaparang ayol deb nom olgan Shu Jingli zodi kim? O tajribaxonada haqiqatan bexatarlik masalalari bormidi? Wuhan virus tadqiqot instituti tarmog'idagi P4 tajribaxonasi Xitoydagi tunji 4-chi darajalik tajribaxona bo'lib, Fransiyaning yardım bilan 2003-yili qurilishga boshlagan bo'lib, 44 million dollar xarajat bilan 2014-yili putib rasmiy ishga tushgan. Bu tajribaxonaning mas'uli va g'olliq tadqiqotchisi shaparang ayol deb nom olgan Shu Jingli bo'lib, 2000-yili virusshunoslik ilmi bo'yicha Fransiyada doktorlik unvoni olgan. 2006-yili Avstraliya va Fransiyada bilim oshirgan. 2014-yildan 2019-yilgacha Amerikaning davlatlik tibbiy tadqiqot institutidan 560 ming dollar tadqiqot puli olgan. Shu Jingli 1990-yili virusshunoslik ilmi bo'yicha magistrlikni bitirgandan buyon virus tadqiqoti bo'libmi shaparang koronavirusi tadqiqoti bilan shug'ullanib kelgan bo'lib, hozirga qadar 160 dan ortiq ilmiy maqola e'lon qilgan. U Amerika mikrobiologiya ilmiy jamiyatining a'zosi bo'lib, shaparang koronavirusini tadqiq qilish jihatda dunyoda nopozliq olim hisoblanadi.
u 2020-yili Amerikadagi Time jurnali tarafidan dunyodagi ta'siri kuchli 100 shaxsning biri bo'lib baholangan. Wuhandan tarqalgan bu vaboga sabab bo'lgan koronavirusining Wuhandagi P4 tajribaxonasida tadqiq qilinayotgan virus ekanligi va u virusning tajribaxonaning bexatarlik omillarining mukammal bo'lmasligi tufaylidan eqib chiqqanligi to'g'risidagi talash tortishlar o'tgan yildan buyon mavjud bo'lib kelgan bo'lsa-mu, biroq yaqinda o'ttirg'i chiqqan ba'zi isbotlar tufaylidan bu qarashni qo'llaydigan mutaxassislar tezdan ko'payib, Amerika hukumatining alayda diqqatini qo'zg'agan. Sobiq muavin prezident Mike Pence dalil isbotlar COVID-19ning Xitoydagi tajribaxonadan kelganligini isbotlaydi degan edi. Aniq ma'lumotlarga asoslanganda, Wuhan P4 tajribaxonasidagi bexatarlik masalasi 2018-yildan buyon mavjud bo'lib, yaqinda Amerikalik istixborot xodimlari 2019-yili 11-oyda, ya'ni Xitoy hukumati e'lon qilgan tunji yuqumlang'uchidan bir oy burun tajribaxonadagi 3 tadqiqotchining hozirgi vabo bilan o'xshash kasalga giribtor bo'lganligini aniqlab chiqqan. Xitoy hukumati hozirga qadar uni yoshirib kelganligi uchun virusning manbasini aniqlash qaytadan qiziq nuqtaga aylangan. Shu munosabat bilan Amerika prezidenti Bayden 2021-yil 5-oyning 26-kuni koronavirusining manbasini tekshirish to'g'risida buyruq tushirgan bo'lib, munosabatli o'rinlarning bu haqda tafsiliy doklad tayyorlash uchun 90 kun muhlat bergan. U muhlat 2021-yil 8-oyning 24-kuni to'shidi. Amerika parlamentining tashqi ishlar komiteti 2020-yil 9-oyning 21-kuni COVID-19 ning manbasi Xitoy Kommunistik partiyasi va Dunyo sayyoh tashkilotining uningdagi roli degan temada bir doklad chiqargan bo'lib, 2021-yil 8-oyning 2-kuni bu dokladning to'liqlamasi shaklida COVID-19 ning manbasi Wuhan virus tadqiqot institutini tekshirish degan temada bir doklad e'lon qilingan. Dokladda virusning tajribaxonada o'zgartirilgan virus ekanligi, uning tajribaxona bexatarlik masalasi tufaylidan 2019-yili 9-oyning 13-kunidan burun tajribaxonadan eqib chiqqanligi, Xitoy hukumatining uni yoshirganligi va shu sababdan dunyo xarakterlik bu vaboning paydo bo'lganligi, Xitoy Kommunistik partiyasining ig'ir mas'uliyati borligi o'ttirg'a qo'yilgan. Amerika hukumatining bu masalaga bo'lgan pozitsiyasini ko'rgan Xitoy hukumati xuddi mal egisidan o'g'ir kuchlik degandek vaboning mas'uliyatini butun kuchi bilan Amerika tarafga ortib, bu vaboni keltirib chiqargan u virusni Amerika taraf paydo qilganligini, Xitoyningmi ziyonkashlikka uchirg'ichi ekanligini ta'kidlamoqda. Xitoy hukumati kontrolligidagi yer shari vaqt gezdi, hatto Dunyo sayyoh tashkilotidan Amerikaning Fort Detrick tajribaxonasini virusning manbasi sifatida tekshirishni talab qilib, to'rda imzo to'plash harakati qo'zg'agan. Ahvol Xitoy hukumati degandakmi? Albatta, undaq emas. Hozirga qadar Xitoy hukumati vaboning haqiqiy ahvolini xalqaradan izchil yoshirib qolmasdan, balki xalqaraning virusning manbasi to'g'risida tekshirish elib berishiga izchil to'salg'i bo'lib kelganligi hammamizga ma'lum. Iqtisodiy taraqqiy qilgan bir qism kuchli davlatlarda har xil maqsadda har xil virus tadqiqoti elib berilayotganligi, bo'libmi yaqinqi yillarda viruslarning genida o'zgartish elib bordigan va yoki virusning iqtidorini o'zgartiradigan tadqiqotlarning elib berilayotganligi bir paket. Gerçi u xildagi tadqiqotlarni elib berishning maqsadi kelgusida paydo bo'lish ehtimoli bo'lgan har xil yuqumli kasalliklarga hozirlik qilish va uningga qarshi vaksina ijod qilish deb ta'kidlangan bo'lsa-mu, biroq u xildagi texnikani kim egallasa va u jihatda kim afzallikka ega bo'lsa, u kelgusi yuz berish ehtimoli bo'lgan biologiyalik urushda ustunlikni egallaydigan bo'lg'achqa, bu xil tadqiqotlar sirtqi ko'rinishda bir xil, lekin astirdan yana bir xil maqsadda elib berilishi tamoman mumkin. Aniq qilib aytganda,
bu qitimqi vabanın kelib chiqish sababi Xitoy. Eng cho'ng ehtimolliqi shuki, Wuhandagi P4 tajribaxonasidagi tadqiqotchilar shaparangdan ilingan koronavirusiga o'zgartish kirgizib va yoki uni qayta loyilab tajribaxonada sinaq qilgan. Tajribaxona xodimlari u virus bilan yuqumlangan. Yuqumlanganlar doktorga ko'rinish jarayonida ular vaqani boshqalardan yoshirganlik sababidan u virusga qarshi yetarlik tadbir ilinmay boshqalarga yuqqan. Oxirida kontrollikdan chiqqan. Eng muhimi, Xitoy hukumati eng boshdan boshlab haqiqiy ahvolni yoshirganligi sababidan u virusni kichik doirada kontrol qilg'ili bo'ladigan dastlabki fursat qo'ldan ketib, butun dunyoga tarqab ketgan. Shu sababdan Xitoy hukumatining bu fojiada bosh tortib bo'lolmaydigan mas'uliyati bor. Gerçi siyosiyonlar va avam xalq ichida vaboning manbasi Wuhan P4 tajribaxonasi. Vaboni keltirib chiqargan virus tajribaxonada yasalgan deb ishonganlar kundan kunga ko'payayotgan bo'lsa-mu, biroq ilm-fan sohasida bu qarashni qo'llaydigan keskin fikrlar va kamchil bo'lmoqda. Ammo Amerika istixborotining bu haqda ilib borgan tekshirishida maydonga chiqqan yangi isbotlar Xitoy hukumatining tegishli jazosini bera oladi deb umid kutishga bo'ladi.